Demak, bugun sizlar bilan Keymi universitetining yotoqxonasi haqida gaplashib o'tamiz. Nima ya'ni yotoqxona deyishinglar mumkin, chunki yotoqxona haqida ayrim fake yoki yetishmagan chala xabarlar internetda konsalting orqali chiqyapti va bolalar kelishdi ayrim noto'g'ri xulosalar bilan kelishyapti yotoqxonaga yoki shu xulosalar orqali yotoqxonaga kelishmayapti. Nega? Bu hech qanaqa marketing universitet bilan hamkorlik, universitetni maqtash emas, umuman, ya'ni просто o'zim universitetda ko'rganlarim, ya'ni yotoqxonani yomonlayotganlar bor, lekin yaxshilayotganlar ham bor. Nega yaxshilashyapti bo'laysizlar? Значит, bular qaysi tomonlama yaxshi tomonni ko'rishgan. Bo'lishi mumkinmi? Ana shu narsalar haqida biroz aytib o'tmoqchiman va yotoqxonani qisqagina obzor qilib o'tmoqchiman. Давайте boshlaymiz uni. Let's go. Ну вот, yotoqxona mana shu. Katta xona emas, to'g'ri, tan olish kerak. Bitta xona, bitta kravat. Shu yotsa bo'ladi. Shaxsan o'zim pastni tanlagan. Va tepaga bo'lsa hozircha sherik yo'q. Ya'ni borda va отказ qilganligi uchun hozircha sherigim yo'q. Demak, yotoqxonada hozir 7-qavatdaman. Yotoqxona o'zida jami 10 qavat. Va shu yerda bitta point nuqta bor. Yotoqxona bizda bitta emas. Yotoqxona bizda 5-6 ta bino bor. Qizlar uchun alohida, bolalar uchun alohida. Va qizlarnikini tipi komfort varianti, premium variant, qimmatroq. Bolalar uchun ham premium variant. Bu premium variant emas, bu o'rtacha narxdagi normal holat. Ya'ni 651 ming won. Bu taxminan 400-450 dollar to'g'ri keladi. Bu 3,5 oy uchun. Bu juda qimmat emas, chunki yaxshi tomonlari ham bor bizda. Yaxshi tomonlari kommunal to'lamaysiz. Svet, gaz va vashida unutib qo'yasiz, xohlagancha ko'rasiz. Bu vashida zo'r tomoni. Va shu haqida bitta qiziq fakt aytib o'taman, bolalar tanishlarim haqida. Yaqinda qishda 2 xonali uyda turganimizda, men bolalarni kutib turgandim vaqtinchalik. O'shanda gazga biz taxminan 240 ming won to'ladik bir oyga. Bu degani taxminan 200 dollarga yaqin bir oy uchun. Hali set ham bor, suv bor, Wi-Fi qo'shganda ancha so'm bo'lib ketadi. Ya'ni yotoqxonada bu narsa yo'q. Nega men joyim yig'ishtirilmagan? Tak, rostdan nega yig'ishtirilmagan? Video uchun ko'r-ko'roni yig'ishtirish xohlamadim, chunki shunaqa turadi doim menda. Alohida yig'ishtirib qo'yish xohlamayman, chunki bilamanki, baribir kelganimda yana buzaman bu narsani. Va o'shaning uchun men yig'ishtirish tarafdori emasman o'zim qarashimda. Bo'ladi bizga shunaqasi ham deydi-yu. O'zim shunaqa tarafdorman, ya'ni bu meni xarakteristikam shunaqa. Tak, yotoqxonamizni asosiy qarash shu. Endi kamera yo'q, tipi borib o'zim burishim kerak hozir kamerani. Anaqasiga kelaman. Tak, xuddi shunaqa qaraganinglarda, bu aytgancha, men planshetim buni ustiga yuboryapman boshqa shaharga. Tak, bu yoqda endi suv, blender, salfetka, bu sayohatga borganimizdagi doktorolning bayrog'i, Koreya bayrog'i, O'zbekiston bayrog'i zakaz qilganman yo'lda, uni prям bir joyga ilib qo'ysa bo'ladi. Tak, mana bu dars stolim. Demak, ko'radigan bo'lsangiz, har bitta kishiga ikkita dars stoli berishadi. Dars stolini qaraydigan bo'lsangiz, juda ham qulay. Ya'ni yotoqxonaning ichida har bitta xonada xuddi shunaqa bolalarga berib qo'yishadi. Kitoblar taqlab qo'ysanglar bo'ladi, xohlaganda bezab qo'ysanglar bo'ladi, o'zingizlar xohlaganchalik va tortmalari bor pastda. Agar yotoqxonadan tashqari turadigan bo'lsanglar, kvartirada bunaqa narsa topishingiz juda ham qiyin va buni olib yurish ham juda ham qiyin Koreyada, chunki bu O'zbekistonga o'xshab oson emas. Va eng muhim narsa menda bu hozircha ikkita. Bu ham meniki. Ko'rib turganinglardek, mana shunaqa juda ham qulay. Shunaqa polkalar bor, shunaqa terib qo'ysa bo'ladi. Va buni qarasanglar, derazadan manzara ko'rinadi. Mana bu ko'rib turganinglar qiz yotoqxonasi, to'g'rimizdagi bino. Chap tomonimizda bolalarning komfort yotoqxonasi bor. U 1 million won atrofida. Bizaniki 651 ming degandan biroz oldin. Bundan tashqari bizda shunaqa shkaf bor. Shkaf ichi oddiygina bitta oyna bor bu yoqda va bu yoqda tipi polkasi bor. Va bizda oyna ham berib qo'yishgan. Balki uj vaqti bo'lgandir, ha. Keymi universiteti haqida. Universitetimizda alohida o'zini futbolkasi ham bor albatta va bu hamma universitetda bor Koreyada.
Xuddi shunaqa bu bizning universitetning futbolkasi ko'k va oq rang. Menga yoqmaydi to'g'risi. Ko'proq qora yoqadi menga. Dadam va bu yerda bizada alohida shkaf. Bu yerda aslida oyoq kiyimlar uchun qilib qo'yishgan, lekin biz bu yerda oziq-ovqatlarimizni saqlaymiz, chunki pastda oshxona bor. Bu yoqqa borib kelgandan ko'ra shu yoqqa saqlaganimiz yaxshiroq. Tuxum, nimadirlar desa bo'ladi. Albatta yotoqxonamizda yuz qo'l yuvish uchun alohida joy bor. Bu yoqda dush, 3 ta xonasi bor, tipa dushni. Umumiy dush, xohlagan kishi foydalanishi mumkin ichkarida. Bu yoqda yuz qo'l yuvish imkoniyati bor. Yuz qo'l yuvish, ko'rib turibsizlar, ahvoli juda yomon emas. Normalniy foydalanishga bo'ladigan darajada. Shu kirlarni tashqariga ilib qo'yamiz mana shunaqa holatda. Yomon emas, hech kim tegmaydi bu yerda. Bu men zontikim, bu kirlarmeniki emas. Va bu yerda tualet, ichkarida tualet. Обычный tualet ham bor, unitaz shunaqa holatda ham bor. 4 ta xonasi bor tualetni. Va qavatning yarmi uchun edi bu. Tadam bizning xona. Va bu qavatimizning ikkinchi yarmi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa stilda yuvinish uchun tualet va dush bor, 3 xil. Va bizda suv apparati ham bor, mana shunaqa. Bu yoqda musor va lift ham bor. Liftda tushib osonroq bizga, chunki 7-qavat. Давайте ketamiz tepaga. Shu liftimiz ham juda ham ajoyib va biz давайте 10-qavatga chiqamiz. Demak, biz 10-qavatdamiz va odatda mana shunaqa joyda Huygeshil, ya'ni dam olish xonasi bo'ladi, lekin 10-qavatda bu yerda balkon bor. U sovuq ekan. Balkonimizdan mana shunaqa manzara ko'rinadi. Soninglar, bu agar stressga tushib qoladigan bo'lsanglar, o'tirib olib stressni yengish uchun ajoyib joy, lekin chekish mumkin emas. Bizga bu qiziq emas aslida. Va bizda muammo yotoqxonada kechqurun 12 dan keyin kirish chiqish mumkin emas. 10-qavat. O'zbeklar eng ko'p qavat chetda. Asosan hamma o'zbek chetda yashashadi. Oldida 7-qavatda bitta o'zbek turadi. Demak, va shu o'rinda aytib o'tib ketish xohlardimki, universitet yotoqxonasi anchagina qulay. Misol uchun bizda zal bor. Zal haqida video qilamanmi yo'qmi bilmadim, lekin bu qisqagina video bo'ladi. Va zaldan foydalansa bo'ladi. Zalimiz ishlash vaqti taxminan ertalab 5-6 dan kechqurungi 12 gacha taxminan shunaqa. Chunki unaqa kecha unaqa erta bormaganman zalga. O'rtacha shu 10:30 da qaytganman odatda. Va bizda yotoqxonaning o'zini ham aytganimdek cheklovlari bor. Ertalab soat 5 dan kechqurun soat 12 gacha kirish chiqish mumkin va undan keyin kirish chiqish mumkin emas. Va bu videoni olishimga sabab bo'lgan turtki bo'lgan narsa, har bolalar yotoqxona haqida umuman taassurotlari yo'q. Yotoqxona haqida video ham mavjud emas. Video bo'lsa, uni yaxshi ko'rib olsanglar bo'ladi. Bunaqa ekan deb. Chunki yotoqxonaning o'ziga yarasha qulayliklari bor. Kimgadir yotoqxona ma'qul kelishi mumkin, lekin qanaqaligini ko'ra olmaganligi uchun kela olmayotgan bo'lishi ham mumkin. Aslida olganda shunaqa. Chunki bu yoqqa begonalar kirish mumkin emas aslida. Va yotoqxona haqida bugun bitta fake-roq xabar ko'rib qoldim. Chunki bitta qizni yotoqxonaga konsalting to'g'rilab bergan va undan 1 million won olishganda, 1 million wonga yotoqxonaga qo'yishgan, to'g'ri, lekin aytishmaganki arzonrog'i ham bor deb. Farqi nimada? Farqi tualet ichida, yuvinish xonalari ichida bo'ldi, balkoni bor. Shu asosiy farqi. Baribir 2 kishi yashaydi, baribir 2 ta kravat, baribir 2 ta shunaqa narsa. Aytishmagan, ya'ni option tanlov bor. Yotoqxona arzon varianti bor, qimmati bor deb. Hamma o'z xohlagan turishi yaxshi deb o'ylayman. Xohlasa 1 millionga tursin, okey, turaversin, lekin taklif berilishi kerak. Har qanday holatda. Hozir ham biroz oldin bitta Telegram kanalida bitta konsalting yangi ochilgan shekilli Buxoroda ekan va biz universitet haqida to'liq ma'lumot berishgan. To'liq. Nega? Chunki eng qimmat kontraktni $1,670 deyishgan. 0 dan 1,670 gacha bor, ya'ni grant 100% unaqa. Eng qizig'i, bizda eng qimmat kontrakt bu $3,300. English trackda, ingliz tilida o'qilganligi. Bizaniki ham qimmat. Ulardan jicha arzon men soham, ya'ni muhandislik sohasi.
Bu narsani xato berishyapti bolaga ma'lumotni. Yotoqxona $800 3 oyga deb qo'yishgan. Birinchidan 3 oyga emas, 3 oy 20 kun. Bu taxminan 3,5 oy degani. Ikkinchidan faqat $800 emas, $800 aytgandek komfort, arzonroq ham bor bunaqa. U taxminan $400-450 bo'ladi. Bu bu ham borda, aytilmagan bu narsa. Sohalarga keladigan bo'lsak, sohalarni faqat qisqa qolishganda, meni vashi fakultetimdan faqat robototexnika qo'yib qo'yishgan. Men agar qayta topshirmoqchi bo'lganimda va O'zbekistondagi bir bolani o'rniga qo'yadigan bo'lsam o'zimni, to'pikim bor, IELTSim bor, topshirishga imkoniyatim bor-u, lekin qarayapman, yaxshi narsadir balki. Qarasam faqat robot texnika bor ekan, lekin men kompyuter injeneringga yoki mexanik injeneringga qiziqayapman. Qarasam, konsalting bergan ma'lumotda unaqa yo'q. Va konsalting chatiga kirib yozsang, ular aytayaptiki, biz veb-saytda olganmiz, bizga universitet berdi bu ma'lumotlarni, bla bla bla. Men aytayapman, men shu yerda o'qiyman, men bu universitet talabasiman va talabasi sifatida o'zim ko'rganimni va o'zimda bo'layotgan, universitetda bo'layotganlarni aytayapman. Ya'ni yolg'on ma'lumot bilan bolalarni olib kelib qo'ymaydi bu yoqqa, chunki qarg'ashga qolasizlar, deyapman. Tushunishmayapti. Va bu video aslida universitetga kelib bo'lgan talabalar yoki kelmoqchi bo'lganlar uchun, chunki yotoqxona haqida edi, biroz chetlashib ketdik. Mana shunaqa fake xabarlarga ishonib qolmaylik. Yotoqxonani bir nechta variantlari bor sizlar uchun. Даже eng arzoni ham bor, $200lik. 4 kishi turadi bitta xonada. Lekin xona bundan katta. Xona uzun, ancha uzun. 4 ta parta qo'yishgan. Menga yoqdi misol uchun. Agar 4 o'rtoq bilan keladigan bo'lsangiz yoki kelib olib tanishib turadigan bo'lsangiz bolalar bilan komfort tursa bo'ladi. $200 emas, tushunasizlarmi? 3,5 oyga. U kommunal yo'q ichida, suv to'lamaysizlar, chunki kullar bor, ichsa bo'ladi suv. Vashcha komfort narsalar bor bu yoqda. Shunaqa, ishonib qolmaylik bunaqa soxta, fake narsalarga. Va yotoqxona haqida umid qilamanki, qisqaroq bo'lsa ham ma'lumot bera oldim degan umiddaman. Yotoqxona kelishga arziydi. Bolalar ayrimlar aytishadi, yotoqxona menga yoqmaydi, komfort emas deyishadi. Minuslarni aytib o'tib ketaman. Eng katta minusi yotoqxonada bu oshxona masalasi. Oshxona bizning binomizda mavjud emas. Lekin xolodilnik mavjud, mikrovolnovka mavjud. Ovqatlarni tayyorlab qo'yadigan bo'lsangiz, qizdirish va uni saqlash imkoniyati bor. Oshxona bo'lsa bizning pastimizda taxminan 100 metr pastda, tashqarida boshqa binoda alohida oshxona binosi bor. Hozir video olishni xohlamadim, chunki oshxona 2-3 kundan keyin ta'mirga kiradi. Ya'ni undan keyingi jarayoni hozirgi videodan farq qilib qolishidan qo'rqyapman. Ya'ni eski versiyasini qo'yishdan cho'chiyapman. Chunki oshxonada katta o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti. Guruch pishirgichlar, yangi idishlar, boshqa narsalar qo'yilishi kutilyapti. O'shaning uchun bu hali bizga shart emas. Balki universitet haqida tur qilganimda, sayohat vlog qilganimda o'sha paytda kiritib ketsak bo'ladi yangi holatida. Hozir qaytadan remont qilinish jarayonida bo'lganligi uchun. Va aynan bu narsa bolalarga yoqmaydi. Tashqarida bo'lgani, buni ham yechimini topsa bo'ladi. Ovqatni pishirib qo'yib, olib kelib xalidinga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin buni ham minusi bor, chunki yo'qda faqat o'zbeklar pishirishmaydi. Ya'ni faqat o'zbek ovqatlari, oshni, mastavani, sho'rvani hidi kelmaydi. Yo'qda Vyetnam, Myanma, Rossiya ham bor, Qozog'iston, O'zbekiston, короче bir 6, 7, 8, даже 10 dan oshiq davlatdan kelgan bolalar oshxonada pishirishadi navbat-navbat bilan. Lekin o'ylab ko'ringlar, sizlar hech Vyetnamda nima yeyish haqida o'ylab ko'rganmisizlar? Men даже bitta Vyetnam o'rtog'im bilan gaplashib ko'rganimda, qurbaqani ta'mini juda ham maqtagandi menga rost. Qurbaqani ta'mi juda ham yaxshi degandi. Va men o'shanda shokka tushib qolganman. Bo'ldi, foydasi yo'q gaplashgandim bu ovqat haqida u bilan deganman. Chunki qurbaqani ta'mini maqtayotgan bu Vyetnam ertaga bir kun o'sha oshxonada qurbaqani pishirmasligiga hech kim garantiya bermaydi. Tushunyapsizmi bu narsani? Ya'ni uni hidi chiqadi. Va oshxonamizdagi bizning minusimiz bu hid. Bizga mos kelmaydigan hid. Ular uchun mos keladi bu hid. Ular uchun mazali. Balki bizning ham ovqatlarimizdan chiqayotgan hid ular uchun yoqmas. Bizga noma'lum, lekin aynan ularning ovqatini hidi hech kim yoqmaydi. O'zlaridan tashqari, ayniqsa Vyetnamliklarni. Bu Vyetnamliklarni yomonlash emas. Vyetnam tanishlarim juda ham ko'p va kommentariyaga kirib yoki o'zbekchani baribir tushunishmaydi-ku-da. Shunaqa, ya'ni Vyetnamliklarning ovqatlari bizga juda ham hidi tomonlama mos kelmaydi, afsuski. Bu katta minus yotoqxonalik. Va bizda
ichkarida ovqat qilish imkoni yo'qmi deyishinglar mumkin. Ichkarida ovqat qilish imkoniyati ham bor. Qachonki agar sizlar o'zingizlar multi cooker, ya'ni guruch pishiradiganni faqat ovqat pishiradigan versiyasi bor. O'shani olib keladigan bo'lsanglar, bu hint, ya'ni hech kimga aytmasdan prosta foydalanib, faqat qonun qoidaga rioya qilgan holatda foydalansanglar bo'ladi. Bu maslahat emas. Bu tipa hint deganda tarixda bo'lgan voqea aytyapman. Shunaqa qilishgan va qilsanglar bo'ladi. Ovqatni foydalanib, shu yerda pishirib, faqat derazani ochib qo'yasizlar, hidi chiqib ketishi uchun foydalansa bo'ladi. Ham pastki oshxonaga borib kelgandan ko'ra. Yotoqxona komfort, yotoqxona bu tanish bilishlar, networkni orttirish imkoniyati, yotoqxona bu arzon variant, yotoqxona bu sizlarga imkoniyatlar deganda tekin zal, oshxona yoki suv tekin va hokazo. Shunaqa deb ko'rib turganinglar, yotoqxona haqida qisqagina tur bo'ldi. Aytganimcha men hozir tez yo'l olishim kerak, chunki bizda yotoqxonada kechqurun soat 1 dan keyin issiq suv o'chadi va taxminan soat 5 gacha. Shundan keyin kunduzgi 1 larda o'chirishadi, taxminan yana 7 gacha. Bu aytmasligim kerak edi. Bizda hammasi ochiq-oydin bo'lyapti. Plyus minus sari. Buni aytib o'tishim kerak ekan. Shunaqa demak, agar yana qanaqadir temada universitet haqida yana qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Xonaga kelish tavsiya qilinadi men tomonimdan va bu meni shaxsiy fikrim. Okey, demak qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Umid qilamanki, video manfaatli va foydali bo'ldi sizlar uchun. Bu videoni demak YouTube'da ko'rib turibsizlar, like ni bosib qo'yishni unutmanglar. Ciao.